Captiva'ni o'zini zapchastlarini bo'lsa, musorga tashlab yuboramiz. Amurus servisimizda Captivaga полный mers xadoy qilib beryapmiz. Hozir hamma ma'lumotlarni sizlarga berib o'tib ketamiz. Captivaga mers xadoy qildirayotganingizda xadoydagi hamma rezinkalar almashadi. Undan tashqari qilich salni bloklarga Mercedes ML salni blokini qoqib beramiz, peredelka qilib, ancha yumshoq bo'ladi. Bizda hamma zapchasi Lenforddan bo'ladi. Undan keyin richaglarni katta salni blokiga ham ML nikini qoqib beramiz. Bu o'zinikidan ancha yumshoq va baquvvat bo'ladi. Rezultat ancha katta seziladi. Bir 70%, 80% yumshaydi. Kulagilarga bo'lsa, aka, bitta emas, ikkitadan plavishli salni blok qo'yib beramiz. Bu ham Mercedes Lenforddan original bo'ladi. Buni ustunlik tomonlari mashinalarning положенияsiga qarab bu ham suzaveradi. Mashinalarning yurishlari ancha zo'r bo'ladi. Shu hamma aytib o'tgan narsalarim yoniga 4 ta usilenli amortizator Amurusdan qo'ydirib yuborsanglar, mashinalar yana ham yumshoq bo'ladi.